Bolalar assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha Super Play bolalar bugun sizlarning e'tiboringizga Minecraftda yangi server qal'a quramiz degan server ekan. Hozir kirsam mana bunaqa ahvol, yomg'ir. Taxtachada bu yerni qal'aga aylantirishingiz kerak. Shu yernimi? Yo'q, adashdim. Mana bu yer. Galim yuribdi. Nima men kreativdamanmi? Ha, kreativdaman. Demak, bu yerni qal'aga aylantirish kerak, to'g'rimi? Xo'p, mayli bo'lmasa biz ishni boshlaymiz degan edik. Bizda o'zi hozir aytgancha bu polnisti telefonda olinyapti bu video. Bitta. Qo'yil. Lekin kravat ikkita nima, bittasi meni uxlashmaydi. Xo'p, galemni ham bir ko'rib kelaylik. Galem temir blok. Mana yana bittasi. Faqat tiqilib qoldimi? Yo, yashinib bo'ldimi? Yo'q, menimcha tiqilib, yashinib bo'lgan monsterlardan, chunki bu yerda galem qani? Galem. Nima ne ekan ko'rmabman. Temir bo'sh. Xo'p. Mayli bo'lmasam bu yer mayli post bo'la qolsin. Buni olib tashlaymiz, bo'ldi, kerak yo'q. Xo'p, inventarni ochamiz. Qani edi? Mana o'sha taxtacha bor-ku yozadigan. Qayda bordi? Hadi topdim. To'g'ri, shuni ham ko'rmaysanmi? Ko'r ekansan. Deyishlaring mumkin. Bir tomondan to'g'ri, lekin. Xo'p, bu yerga qo'yamiz. Yo'q, to'xta. Ana. Zo'r. Post. Bular ichida hech bola yo'q. Bilamiz. Xo'p. Bo'lmasam biz mana shu bizning bayrog'imiz. Tushunishim bo'yicha. Shuning uchun buni endi bu bizning shaxsiy mulkimiz ekanligini bildirib turish kerak-da, baribir. Xo'p. Men onlayn rejimda o'ylayapman. Ya'ni mendan boshqa o'yinchilar ham albatta bor. Xo'p. Hammasini oldini olish kerak. Hozircha shu ikkita jitelimiz bor, hali ham yashinib o'tiribdi. Bilmadim, shuning uchun birinchi navbatda biz nima qilamiz bilasizlarmi? Aytibetlarni sal to'g'rilaylik, mana ahvolni qaranglar, post deganing to'g'rimi? Axir bu mening yashash joyim hisoblanadi. Xo'p. Qayga to'g'rilaysan? Sal kengroq qil. 4 blok yetsa kerak. Chigali tommi ham yopish kerak. Siqqinib turaman. Kamiga bu biyomda yomg'ir ko'p yog'adi. Xo'p, bo'lmasa videoni Xo'p, bolalar, mana qurib ham bo'ldim, mana. Post. Mana. Qurib bo'ldimiz, o'zgartiradigan ishim yo'qdi. Bolalar aytgancha so'rash esimdan chiqibdi. O'zingizlar yaxshi yuribsizlarmi? Ahvollaringiz joyidami? Kamchiliklar bo'lmayaptimi hayotda? Xo'p, mayli bo'lmasa biz postni bitirib oldik. Endi tun ham tushibdi. Aytgancha men bu videoda katta maqsadlarga erishmoqchiman.
Hop, ozgina uxlab olaylik. Xo'p, men bu videoda o'ta katta imperiya qurib, o'shalarni qirishga va'da beraman va bu video ungacha davom etadi. Xullas, katta imperiya qurgangacha what the fuck? Albatta bolalar, bu axir T harfi-ku. T harfi. Hech nima qilmaydi. Bunaqasiga I harfi to'pa-to'g'ri. Xo'p, bo'lmasa biz nima qilamiz? Birinchi navbatda mayli yana bitta uy quramiz. Mana shu T harfini ustiga quramiz uyni. Xo'p. Buni ham men salgina montaj qilib, ko'p emas. Salgina montaj qilib kesib olaman. Mana bolalar, qani baho beringlarchi. 10 ballik sistemadan necha baho? Ko'ringlar, men bu yerni uy emas, yog'ochxona qildim. Mana tayyor etib yog'ochxona deb yozib qo'yilgan. Bu yerda bittasi 32 ta cho'pga bitta izmurud sotadi. Bittasi esa bunisi ham xuddi shunaqa ekan. Qancha? Savdogar kelibdi-yu. Kelsinlar. Nima qilyapti u? To'xta. Bitta jitelimiz bor, bu savdogarga buni hisobga olmaymiz. 2 3 Ya uy eshigin narigi tomonda 3 ta. To'xta. Yo. Yana bitta bo'lish kerak. Galim ko'rgan bo'lsa ham u faqat moblarni o'ldiradi-ku. Voy, vallahi bitta jitelimizdan ayrilib qoldik. Bular ham o'lmasa bo'ldi. Shuning uchun imperiya qurish kerak, devor qurish kerak. Shuning uchun aytyapman. Mayli bo'lmasam, imperiyani boshlaymiz. Ya'ni devor qurishni. Hozirga 3 blok ham yetib qoladi, shuning uchun unchalik ko'p qilmaymiz. Где-то bir mashetlardan qilsak. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu hali juda ham qiziq bo'ladi. Men sizlarga albatta garantiya beraman. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, va'da beraman. Galimni ham ichkariga kirgizaylikmi, galimni? Menimcha shart emas, u tashqaridan himoya qiladi. Ichkaridan men himoya qilaman. Xo'p. Bo'lmasa bu yerni ham sekingina qirqib olaman, bu joyni ham. Shetdan aylanib o'tsamgina. Bola, men devorni qurib bo'ldim. Keyin
boyagi JTR 4-sini qidirayotgandik o'sha. Meni uyimda uxlab qolibdi. Hannicha o'shunaqmi? Aytgancha eshigiga e'tibor beringlar. Chiroyli chiqibdimi? Buni ham 10 ballik sistemada baholaysizlar. Bolalar ovoz uchun sal uzr, tomog'i og'riyapti. Aytgancha bundan keyingi videoga ham o'tib obuna bo'lib qo'y, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Granny 3 Extreme aldi. O'shanga ham. Xo'p, JT'lar hal qildik. Ana. Qayda bu? Mana bu yerda ekan. Bitta, ikkita, uchta. Menimcha 3 ta qolgan. Necha bu nimaga kasb yo'q? Hech qanaqa ish qilmaydim bu. Chunki bizda kasb yo'q. Hozir bunga ham to'pamiz. Men o'yladim, videoni to'xtatib turgan, pauza qilib turgan joyimda agar hammasini shunday qilib kesib yuboraversam, videoni qiziq qolmaydi deb o'yladim rosa. Shuni o'ylab rosa siqildim. Shuning uchun biz mana bu yerga ferma quramiz. Buning uchun bizga suvli paqir, sutli emas, suvli. Suvli. Ozgina qani edi? Xo'p, to'pkonga yarasha buni ham olib qo'yamiz. Ozgina ko'p emas. Sal loy kerak. Keyin esa bizga belkurak. Nimaga skinni alishtirmaysiz desangiz, skinni alishtirib bo'lmaskan. Sababi oddiy. Chunki menda donat qilishga pul yo'q. Qo'yilmislar. Hozir bular katta ehtimol bilan qurib qolish hech gap emas. Bitta yetarmikan? Bitta yetadi menimcha. To'xtalib o'tishimni unutmaydi. Salsa tayyorlab tashlaylik. Ana. İşçi bo'ldi qoldi. Nima ish qiladi? Ekin ekmaydimmi? Hammamizga ovqat bo'ladi-da. Ferma ham tayyor bo'ldi. Endi bizga guruh, ya'ni to'g'risi urug' kerak. O'zi boshida to'g'ri aytibdi. Yo'q. Qo'yil. Nima qilmoqchi edim? Ana. Qo'yil. Kimi ham ozgina yordamlashay. Undan bu yo'lga ekan qilaverasan. Maylimi? Ana, qo'yil bo'ldi. Bizni fermaga gap yo'q. Senga sovg'a.
Mayli. Ketmonni ham bir chekkaga, suvli paqini ham bir chekkaga. Faqat netherite qilish bilan o'zimizda bayroq qolsa bo'ldi. İyi to'xtanglar. Ana bo'ldi. Hozir qaytaman. Mana bola men bunga suyak kundan berdim. Bu esa ishni boshlab yubordi. Bittasini ana bu yerga ekdi va mana bu yerda bittasini o'stirib buni yana qaytarib oldi va joyiga qo'yib qo'ydi. Toshbaqa. Bo'ldi. Xo'p. Bizda ishni juda ham chaqqonlik bilan qilyapti. Bular hali level 1 ekan. Level 1da Kamonni o'qladi, lekin Kamonni o'zi level 2da. Juda ham zo'r. Yaxshi. Xo'p. Qishloqlar qo'rqib ketmasin, qilishni qo'limizdan olib olamiz. Bunisi ham xuddi shu. Xo'p. Bo'lmasam Bolalar obunachilar, video shatda tugaydi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Uchrashguncha.